Enlikteki leksiyemizi devamlaştırımız hürmetli vatandaşım. Bu leksiya yana Fransiya agentligi tarafından yazılgan Going doğrusu da baştaki cümlelerden bazı tekrarlaşı mümkün. Onunla to'liq diqqat qilmay sizlar xabarning mazmuniga diqqat qilishingizni umid qilaman. Mavzu mundaq. Stebanonning Mokodak qatnab, Wang Qishan bilan Going bilan ko'rishib, arab xalqligini ziyorat qilganligining haqiqiy tarafi bak sirliq. Mavzuli xabar 10 ayning 13 kuni Fransiya Xalqaro radiosuning Xitoy tili programmasi e'lon qilindi va shu kuni van betorbitiga ko'chirib berildi. Xabar mundaq boshlandi. Prezident Trumpga bosh maslahatchi bo'lgan Stebanon yaqinqi bir oy ichida Beijingda Wang Qishan, andan Arab Birlashma Xalqligi Nyu-York shahrida Going bilan ko'rishib, maxfiy suhbatlashdi. O güya hazır Cumhurkom Partiyası axbarat bexatarlik sistemisi, yani casusluk axbarat bexatarlik sistemisi ve Going bilan Beijing'nin yuqori qatlamida yuz berib atgan kurash ichiga kirib kelyaptidir. Going 11 kuni Stebanon bilan birga tushgan suratlarni Twitterga qo'ygandan keyin naytgan jamoatning diqqatini qo'zg'adi. Stebanon Prezident Trump'ның məsləhətçisiydi. O Ağsaraydan ayrılıb 9 ayda Şangan, Beijing'ni ziyaret qildi. Ondan keyin Arab Birləşmə Xalqligini ziyaret qildi və Nyu-York şəhərdə Going bilan ko'rishdi. Stebanon o hazır Prezident Trump'ның məsləhətçisi emas. Lekin o Stebanon yanılı Prezident Trump'a təsir göstərdi. Aralıqda bazı təhlilçilər bundaq ko'rsatdi. Washington Going-ni destekka aylandırıp Beijing'ni Çavuşan'ni embargo qilishga majburlashda shaxmat o'rig'i qilishi mumkin. Xabar degani mundaq değil. Beijing Washingtonning Going-ni o'tkazib berishini talab qildi. Washington bu talabga javob qaytarmadi. Going bo'lsa Amerikada siyosiy panohlik talab qildi. Going Amerikada o'ziksiz material pash qilib, Wang Qishan qatorliq Jungoning yuqori qatlamadagi amaldorlarning chet elda yoshirgan boyligi to'g'risidagi xabarlarni oshkorladi. Beijing taraf bo'lsa bu yil 5-oyda Jungo bexatarlik ministrligi intizom tekshirish komitetining sekretari Liu Yanping, Saqchi ministrligining muavin ministri Saqchi ministrligining muavin ministri Sun Lijun qatorliqlarni Amerikaga avatib, Going bilan suhbat o'tkazdi. Enaqki suhbatda hech qanday ilgirlash bo'lmadi. Going davomli material pash qildi. Kompartiya Going davomli qo'shab hujum qildi. Stebanon Prezident Trump Jungoni ziyorat qilishdan bir oy burun o'ttirg'i chiqib, Wang Qishan va Going va Arab Birlashma Xalqligi o'ttirisida qatnab, kishilar qiyos qildiki, balki Prezident Trump uchun ishning tagi-taktini tekshirib berayotgandir. Balki Prezident Trumpga yordamlashib, Jungoning ichki qismidagi kurashga aralashayotgandir. Balki Prezident Trump bilan Jungo Kompartiyasi suhbat o'tkazganda Prezident Trumpning texmi ko'p foydali o'rinda turishiga tirishchilik ko'rsatayotgandir. Demak, Stebanonning Arab Birlashma Xalqligi Going va Wang Qishan bilan ko'rishishi qatorliq masalalarda mana shunday ishlarni qilayotgan bo'lishi mumkin deydi. Qisqasi, Stebanonning o'ylaganlarini Stebanonning o'zi Wang Qishan va Going-dan boshqa hech kim tushunmaydi. Uningdan boshqa hamma narsa o'zgarish ichida turibdi. Har qaysi taraflarning vaziyatga qarab o'zgarishini chetga qoqqilib bo'lmaydi. Kuch elib, kuch tayyorlash bir chalmada ikki paxtakni so'qish degandek. 9-oyda Beijingga berib Wang Qishan bilan maxfiy suhbatlashgan Stebanon apandi 10-oyning 10-kuni Nyu-Yorkda Going bilan ko'rishib, birga tamoq yedi. Balki Stebanon Going bilan Beijing o'tirisidagi elishishda tagi-taktini bilmoqchi bo'layotgandir. Yoki bir maydon ko'rashga aralashmoqchi bo'lgandir. Balki hammasi bo'lishi mumkin.
balki texmi ko'p, buningdan texmi ko'p ishlar bo'lishi mumkin deydi Fransiya agentligi va Fransiya xalqaro radio stansiyasining Xitoy til programmasi.